Müslüman kishi qanday qilib dinni bir bütün qabul qilmaydi? Musulmonning dinni bir bütün qabul qila olmasligi yoki dinning buyruqlariga bir bütün bo'ysunmasligi to'salg'i bo'ladigan omillar qaysilar? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah Taala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam arkalık insanların dünya ahiretlik nicatlık üçün yol koygan İslam dini, insanların bütün hayatını öz içine algan, gündelik turmuşumuzdan devlet kuruşkuçu bolgan bütün jarayan üçün yol görsetken bir dindir. Namaz, roza, zakat, hecge okşaş şahsi ibadetlerin joyida ado qiladigan bir musulmon ailesi yaxshi muomala qilmasa, atrofidagi kishilarga aziyat bersa, So'lisi saxtipazlik ishlatsa, o'tni yerimni qasdan kechiktirsa yoki tinib olsa, garchi islomning nazarida qilgan ibodatlari bilan taqvo musulmon salohiyatiga erisha olsa-mu, Allohning nazarida u salohiyatga erisha olmasligi aniq. Nimishqa? Chunki bu kishi islomning ibodat qismiga ahamiyat bergan bo'lsa-mu, muomala qismiga ahamiyat bermagan. Alloh bilan aloqasini isloh qilgan bo'lsa-mu, insonlar bilan bo'lgan aloqasini Allohning ko'rsatmasi bo'yicha yaxshilamagan kishidir. Undaq bo'lgan ekan, bir musulmon kishi dinning bir tarafini ching tutib boshqa taraflarga sal qarash yoki tark etish orqali nijotlikka erisha olmaydi. Undaqda musulmon kishi qanday qilib dinni bir bütün qabul qilmaydi? Musulmonning dinni bir bütün qabul qila olmasligi yoki dinning buyruqlariga bir bütün bo'ysunmasligi to'salg'i bo'ladigan omillar qaysilar? Biz bu savollarning javobini tepishdan burun dinni bir bütün qabul qilish haqida qisqacha to'xtalaylik. Dinni bir bütün qabul qilish oyatning nozil bo'lish sabablaridan biri deb qaralgan Yahudi olimi Abdullah ibn Salamning islomni qabul qilgandan keyinmi shanba kunni ulug'lash, to'gushi va sutini harom deb qarashga o'xshash ishlarni tashlamaganligiga qarata musulmon bo'lgan ekan ilgariki botil e'tiqodlardan bir butun qo'l uzib islomning ko'rsatmalariga bo'ysunishni ko'rsatsa, nozil bo'lishining yana bir sababi bo'lgan sahobalarga islomni qabul qilgandan keyin jahiliyatga aloqador bütün ishlardan qo'l uzib islomning cheklama va buyruqlarini butunlay qabul qilishni ko'rsatdi. Haftada bir juma namozi yoki yilda bir qatim hit namoz o'qiydigan musulmon 5 vaqt namozini joyida o'qiydigan, lekin tijoratni yolg'on etadigan tijoratchi, kishilik axloqi intayin yaxshi, vatan millat xizmati uchun yaxshi xizmat qiladigan, lekin hijoblanmaydigan muslima, ibodatlar joyida, kishilik axloqi layoqatlik, lekin ağınlar bilan o'tirishda ichib chekib qo'ydigan yosh. Boshqa har turli nuqsonliklardan qo'l uzalmaslikning hammasi dinni bir bütün qabul qilmaslikning ifodasi. Yuqorida so'ralgan savolimizni endi so'raylik. Musulmon kishi qanday qilib dinni bir bütün qabul qilmaydi? Musulmonning dinni bir bütün qabul qila olmasligi yoki dinning buyruqlarining hammani qabul qilmaslikka to'salg'i bo'ladigan omillar qaysilar? Buningga sabab bo'ladigan omillarni oyatning mazmuni bo'yicha shaytonning yo'llariga ergashish degan so'z bilan atsak texim munosib bo'lsa kerak. Undaqda shaytonning yo'llari qaysilar? Birinchi, nafsning havas, herislariga ergashish. Bir kishi musulmon bo'lgan kundan boshlab uning ish harakatlari oyat hadisning ko'rsatmalari asosida bo'ladi. Alloh taolo inson bolasini sinash uchun yaratgan bu dunyoda insonda nafsdan iborat rohat-parohat va yomonlik moyil bo'lg'uchi bir tuyg'uni yaratdi. Yusuf alayhisolamning men o'zimni aqlamayman, nefs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno degan so'zi bizga har vaqt nafsning yomonligidan Allohga saqlanib panohlik tilab turishimiz kerakligini o'rgatadi. Chunki shayton inson nafsiga uning hirs va haddidan oshgan havaslari orqali yerlashadi. Odam alayhisolamning jannatda mangu qilish hirsi bilan Alloh cheklagan daraxtning mevasidan yeyishi, Allohning fazli bilan erishgan mol dunyoni o'zining chechanligidan ko'rib, mol dunyo hirsi bilan Alloh farz qilgan zakotni berishdan bexillik qilgan Qarunning isyoni, podshohlik va uning orqali erishgan imtiyoz hirsi bilan Fir'avnning ilohlik da'vosi qilishi va boshqa nurg'unlagan isyon o'rnaklari nafsning hirs havaslarga agishning natijasidan kelib chiqqan. Ikkinchi, gunoh ma'siyatga parvo qilmaslik. Shaytonning insonni ozdirishdagi yo'llaridan yana biri insonning anchaki foydani ko'zlab Allohning cheklimlariga parvosiz qarshidir. Allohning maxluqotlar ichidagi eng mukammal maxluq bo'lgan inson Alloh taolaga ibodat qilish uchun yaratilgan bo'lib, yaratuvchi zot insonni o'zidan bakrak yaxshi taniydigan. Uning qanday ishlarni qilishi nijotlikka erishtiradi. Qanday yemak-ichmaklarni iste'mol qilishi badan uchun foydali deganlarni eng yaxshi bilguchidir. Bu sababdan Alloh taolo insonning dunyo oxiratlik uchun foydali ish-harakatlarni qilishi, badan va aqlni sog'lom tutish uchun pokiz narsalarni iste'mol qilishini buyurgan. Lekin inson nafsi la'nati shaytonning orqasiga kirib
birdamlik manfaat va lazzat uchun Allohning cheklaganlarini qiladi. Amaliyotda inson har vaqt yomonlik buyuradigan nafsga sahib bo'lganlik uchun Allohning cheklaganlarini qilib selishi Allohning siniqining taqozosi sifatida normal bir ahvol deb qarasaqmi, qilgan ishlarni Allohning cheklamasi ekanligini, yegan ishkanlarning Allohning harom qilganlari ekanligini bilib turib parvoya qilmaslik bu gunohning mohiyatini o'zgartiradi. Odam alayhisalom Alloh cheklagan mevni yeb salganlik uchun samimiy tavba qilib Allohning mag'firatiga erishgan bo'lsa, odamga sajda qilmaganlik uchun o'zicha aqllilik qilib o'tkazgan gunohini to'g'riga chiqargan shayton la'natga uchragan. 3. Qilgan ibodatlarini cho'ng sanash. Ba'zi kishilar qilgan gunohlarini kichik ko'rish bilan Allohga osiylik qilgan bo'lsa, yana ba'zi kishilar qilgan kichikkin yaxshilikni o'z hajmidan cho'ng ko'rib, ko'ranglab ketishadi. Inson bolasi o qadar aqlsizki, yaratuvchisining buyrug'ini joyida o'rindiya olganligi, Robbining shuningga kuch-qudrat berganligiga shukr qilishning aksicha ta'tir inkas qaytardi. Mana bu shaytonning insonni azdirishdagi yana bir yo'li. Insonning Robbiga qarshi o'tkazgan gunohini kichik ko'rishining Allohning nazarida buyuk gunoh sanalishi, amaliyotda bu yerdagi muhim nuqtaning o'tkazgan gunohining cho'ng kichikligidan bakrak, osiylik qilgan zotning katta zot ekanligidan manbalangan. Chunki Allohning maxluqotlar ichida ojizlik bilan sifatlangan bir insonning yaratuvchidan iborat buyuk bir zotga qarshi isyon qilganligini oz deb, uning hurmatsizlik qilishi, belgilgan qonunlarni ko'zga ilmasligi insonning o'zini tonimaganligidan boshqa narsa emas. 4. Mas'uliyat tuyg'usi bo'lmaslik. Alloh taolo insonni yaratgandan keyin Allohga joyida ibodat qila olishi, qisqagina dunyo hayotini ma'nilik yashashi, keyingilarga iz qoldirib ketish uchun ma'lum mas'uliyatlarni yuklagandir. Gerçi bu mas'uliyatlar tog'larni ko'tarishdan bosh tortgan ig'ir mas'uliyat bo'lsa-mu, o'z bandasini eng yaxshi taniydigan zot Robbidan yordam tilagan bandasining uni ko'tarib keta oladiganligi, o'ddisidan chiqa oladiganligini aniq biladi. Insonning boshqa mahluqotlardan farqli bo'lishi, boshqa mahluqotlarning uning xizmatiga berilishi, insonning eng hurmatli bo'lishi dal mushu mas'uliyatlarni ko'tara oladigan, joyida ado qila oladigan aql va kuch-quvvatga ega ekanligidandir. Biz bu suhbatimizda insonning mas'uliyat doirasini nimalarni o'z ichiga oladiganligi haqida tafsiliy to'xtalib bo'lmasakmi, mas'uliyat doirasining cho'ng jihatining Robbiga bo'lgan mas'uliyat, vatan millatiga qarta mas'uliyat va insonning kichik davlati bo'lgan oilasiga, oila a'zolariga bo'lgan mas'uliyat degan shaklda cho'ng 3 turga bo'la olishimiz mumkin. So'zimizning beshida deb o'tganimizda bir insonning kamil musulmon bo'lishi uning bu mas'uliyatlarning orasini tangponglashtirib, kuchining yetishicha ado qilib yashay olishi orqali bo'ladi. Inson bu mas'uliyatlarni tonib o'z haqqini beraligida Robbini, shundaqla atrofidagi insonlarni rozi qila oladi. Alloh taolo har birimizni mas'uliyatlarimizni yaxshi taniydigan, Allohning belgilama va cheklamalarga rioya qilgan asosda yashab, Allohning rahmatiga erishgan mo'minlarning qatoridan qilsin.